Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlar bilan juda muhim mavzuni gaplashaman. 2026 yil 21 iyuldan pensionerlar uchun amal qilishi mumkin bo'lgan yangi talablar, hujjatlar tartibi, tekshiruvlar va pul to'lovlariga ta'sir qiladigan holatlar haqida. Bu ma'lumot faqat hozir pensiya olayotganlar uchun emas, balki yaqin yillarda pensiyaga chiqadiganlar, ota-onasi yoki buvisi, bobosi pensiya oladigan har bir oila uchun ham muhim. Chunki bitta noto'g'ri hujjat, bitta kechiktirilgan murojaat yoki bitta e'tiborsiz qoldirilgan xabar pensiya to'lovining vaqtincha to'xtashiga, qayta hisob-kitob cho'zilishiga yoki ortiqcha ovoragarchilikka olib kelishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Men bugun murakkab qonuniy gaplarni oddiy tilda tushuntiraman. Kimlar tayyor turishi kerak, kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi, qaysi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin, qanday xatolardan saqlanish zarur. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq odam ko'rish kerak. Avvalo, masalaning ildizini tushunib olaylik. Ilgari ko'pchilik pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin yillar davomida deyarli hech qanday qo'shimcha tekshiruvsiz pulini olib kelgan. Odam pensiyaga chiqadi, hujjatlari bir marta topshiriladi. Pensiya miqdori hisoblanadi va keyin har oy bank kartasiga yoki pochta orqali to'lov keladi. Albatta ayrim holatlarda qayta hisoblash, ish stajini qo'shish, nogironlik guruhi bo'yicha ma'lumotni yangilash. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasida oila tarkibini tasdiqlash kabi jarayonlar bo'lgan. Lekin oddiy yoshga doir pensioner uchun bu ishlar ko'pincha kam uchragan. Endi esa davlat tizimlari raqamlashtirilgani sari ma'lumotlar ko'proq solishtiriladi. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, FADYO, banklar, migratsiya, bandlik va boshqa idoralardagi ma'lumotlar bir-biri bilan elektron ko'rinishda tekshiriladi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, pensionerning yashash manzili, ish faoliyati, daromadi, vafot etgan yoki etmaganligi, nogironlik muddati, chet elda uzoq muddat bo'lishi, bank kartasi holati kabi ma'lumotlar tizimlar orqali ko'rinishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Yangi talablar deganda hamma pensionerning pensiyasi kamayadi yoki to'xtaydi degani emas. Asosiy maqsad odatda to'lovni aniqlashtirish, noto'g'ri tayinlangan yoki noto'g'ri davom etayotgan to'lovlarni oldini olish. Hujjatlarni tartibga solish, tiriklik holatini, yashash joyini yoki huquqni tasdiqlash bo'lishi mumkin. Lekin oddiy odam uchun buning xavfli tomoni shundaki, agar siz xabarni vaqtida ko'rmasangiz, hujjatni vaqtida topshirmasangiz yoki ma'lumotlaringiz tizimlarda mos kelmasa, pensiya vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Masalan, odam bir manzilda ro'yxatda turadi, lekin amalda boshqa tumanda yashaydi. Bank kartasi eskirgan, telefon raqami o'zgargan, lekin pensiya jamg'armasidagi ma'lumot yangilanmagan. Natijada xabarnoma eski raqamga ketadi. Pensioner esa bundan bexabar qoladi. Keyin bir oy pensiya tushmaydi. Odam bankka boradi. Bank pensiya organiga yuboradi. Pensiya organi esa sizning ma'lumotingizni aniqlashtirish kerak deydi. Mana shu ovoragarchilikning oldini olish uchun oldindan tayyorlanish kerak. Men birinchi navbatda pensionerlarni bir necha guruhga ajratib tushuntiraman. Birinchi guruh: oddiy yoshga doir pensiya olayotgan, hujjatlari to'liq, pasporti yoki ID kartasi amalda, bank kartasi ishlayotgan, yashash manzili aniq bo'lgan pensionerlar. Bunday insonlar odatda katta xavotirga tushmasligi kerak. Lekin baribir ular ham ma'lumotlarni tekshirtirib qo'yishi lozim. Chunki tizimda familiya bir harf bilan xato yozilgan bo'lsa ham, eski pasport raqami qolib ketgan bo'lsa ham, telefon raqami boshqa odam nomida bo'lsa ham, kelajakda muammo chiqishi mumkin. Ikkinchi guruh: nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. Bu yerda eng nozik masala muddati bor nogironlik guruhi. Agar guruh muddatsiz belgilangan bo'lsa, vaziyat boshqacha. Lekin nogironlik ma'lum muddatga berilgan bo'lsa, tibbiy ko'rik va tasdiqlash sanalarini unutmaslik kerak. Masalan, fuqaro ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha har oy 20.200.000 so'm oladi. Lekin tibbiy qayta ko'rik muddati 2026 yil 5 iyulda tugaydi. Agar u 21 iyuldan keyin talab kuchaygan paytda hujjatni yangilamagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtatilishi yoki qayta tekshiruvdan keyin davom ettirilishi mumkin. Bu yerda odam kasal bo'lgani uchun emas, hujjat muddati o'tib ketgani uchun muammo paydo bo'ladi. Uchinchi guruh: boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Bu pensiyada bola yoshi, o'qishi, oila tarkibi
nikoh holati kabi ma'lumotlar muhim bo'ladi. Masalan, bo'yin 5 yoshdan oshgan farzand oliy ta'limda kunduzgi shaklda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar talaba o'qishni tashlagan, akademik ta'tilga chiqqan yoki sirtqi shaklga o'tgan bo'lsa, to'lov huquqi o'zgarishi mumkin. Ko'pchilik pul kelyapti-ku, demak hammasi joyida deb o'ylaydi. Lekin keyinchalik tizim tekshirsa va huquq bo'lmagan davr uchun pul olingani aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. 4-guruh chet elga tez-tez chiqadigan yoki uzoq muddat xorijda yashaydigan pensionerlar. Bu masala ham juda muhim. Ayrim pensionerlar farzandlari yoniga Rossiya, Turkiya, Koreya, Qozog'iston yoki boshqa davlatlarga ketadi. O'zi O'zbekistonda pensiya oladi, karta shu yerda ishlaydi. Lekin uzoq muddat chet elda bo'lish, yashash joyi o'zgarishi. Bank kartasidan boshqa odam foydalanishi kabi holatlar tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Bu degani chet elga chiqish mumkin emas degani emas. Lekin pensiya olish huquqi tiriklikni tasdiqlash, ishonchnoma orqali pul olish tartibi, bank kartasidan foydalanish qoidalari aniq bo'lishi kerak. 5-guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlayotgan pensionerlar. Ular uchun ham ma'lumotlar solishtirilishi mumkin. Masalan, odam pensiya oladi va rasmiy ishlaydi. Ayrim to'lov turlarida ishlash ta'sir qilmaydi. Ayrim nafaqa yoki kompensatsiya turlarida esa daromad, bandlik yoki ish haqi muhim bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman. Qo'shnim shunday olayapti, tanishimga hech narsa bo'lmadi degan gaplarga ishonib ish qilmang. Har bir pensionerning pensiya turi, staji, yoshi, huquqi va hujjati alohida ko'riladi. Endi oddiy hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Birinchi misol, 67 yoshli otaxon har oy 20.800.000 so'm yoshga doir pensiya oladi. U 2024 yilda ID karta olgan, lekin eski pasport ma'lumotlari pensiya tizimida qolgan. Telefon raqamini ham o'g'lining nomidagi raqamga almashtirgan. Agar 2026 yil 11 iyuldan keyin tizim ma'lumotlarini yangilashni talab qilsa, otaxonning pensiyasi kamaymaydi. Lekin uni ma'lumotlarni aniqlashtirish uchun chaqirishlari mumkin. Agar u vaqtida bo'lsa, ID kartasini ko'rsatsa, bank kartasini yangilasa, muammo bo'lmaydi. Agar bormasa, to'lovda kechikish bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol. Avval 11 yoshli ayol o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi asosida nevarasi uchun pul oladi. Nevara 18 yoshga to'lgan, kollejni bitirgan, lekin oila hali ham eski hujjatlar bilan to'lov olayotgan bo'lishi mumkin. Tizim yoshni ko'radi va o'qish ma'lumotnomasi so'raydi. Agar bola kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ma'lumotnoma topshiriladi va to'lov davom etadi. Agar o'qimayotgan bo'lsa, to'lov to'xtatilishi va ortiqcha olingan pullar bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Uchinchi misol, nogironlik nafaqasi olayotgan fuqaroning tibbiy xulosasi muddati 2026 yil iyun oyida tugaydi. U oldin ham davom etgan. Yana o'zi davom etadi deb o'ylaydi. Lekin elektron tizim muddat tugaganini ko'rib, keyingi oyda to'lovni ushlab qolishi mumkin. Fuqaro keyin tibbiy ko'rikka boradi, navbat kutadi, hujjat oladi, pensiya jamg'armasiga topshiradi. To'lov keyin tiklanishi mumkin, lekin shu orada 1 yoki 2 oy pul kechikadi. Agar u oldindan tayyorlansa, bu muammo bo'lmaydi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala bank kartasi. Ko'p pensionerlar kartani o'zi ishlatmaydi, farzandiga beradi. Buni hayotda ko'p ko'ramiz. Lekin karta egasi pensionerning o'zi. Agar karta muddati tugasa, bloklansa, SMS xabarnoma boshqa raqamga ulangan bo'lsa yoki karta orqali shubhali operatsiyalar ko'p bo'lsa, pensioner bankka borishga majbur bo'ladi. Shuning uchun karta muddati, PIN kod, telefon raqami va bankdagi shaxsiy ma'lumotlar tartibli bo'lishi kerak. Ikkinchi nozik masala. Ishonchnoma ayrim pensionerlar yura olmaydi. Kasal, yoshi katta yoki chet elda bo'ladi. Ular pensiyani ishonchnoma orqali oldiradi. Bu qonuniy yo'l bo'lishi mumkin, lekin ishonchnomaning muddati, notarial tasdiqlanishi, qaysi to'lovlarni olishga ruxsat berilgani aniq bo'lishi kerak. Muddati tugagan ishonchnoma bilan pul olib bo'lmaydi. Agar pensioner vafot etganidan keyin ham karta yoki ishonchnoma orqali pul yechilgan bo'lsa, bu juda jiddiy muammo tug'diradi. Bunday holatda olingan pullar qaytarish talab qilinadi. Ayrim vaziyatlarda huquqiy javobgarlik ham kelib chiqishi mumkin. Uchinchi nozik masala yashash manzili. Pensioner bir viloyatda ro'yxatda turib, boshqa viloyatda yashashi mumkin. Masalan, ro'yxat Farg'onada, o'zi Toshkentda farzandining uyida yashaydi. Buning o'zi jinoyat emas.
Lekin xabarnoma, chaqiruv, ma'lumot so'rov ro'yxatdagi manzilga ketishi mumkin. Pensioner esa bundan bexabar qoladi. Shuning uchun doimiy yoki vaqtinchalik yashash manzili bo'yicha hujjatlar aniq bo'lishi, telefon raqami ishlashi, yaqin qarindoshlar xabarlarini kuzatib borish kerak. 4-nozik masala ish staji va arxiv hujjatlari. Ba'zi pensionerlar pensiyaga chiqqanda stajining hammasi hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, 1998 yildan 1995 yilgacha zavodda ishlagan, lekin arxidan ma'lumot topilmagan. Keyinroq hujjat topilsa, pensiyani qayta hisoblatish mumkin bo'ladi. Lekin yangi talablar fonda eski mehnat daftarchasidagi yozuvlar, korxona nomi o'zgargani, muhr o'qilmasligi, buyruq raqami yo'qligi kabi holatlar aniqlashtirishni talab qilishi mumkin. Men bunday vaziyatda pensionerlarga shuni maslahat beraman. Eski mehnat daftarchasini, harbiy xizmat hujjatlarini, tug'ilganlik va nikoh guvohnomalarini, arxiv ma'lumotnomalarini yo'qotmang. Hatto pensiya tayinlangan bo'lsa ham bu hujjatlar keyin kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik masala ism familiya farqlari. Ayollar turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartiradi. Ba'zan diplomda eski familiya, mehnat daftarchasida boshqa familiya, pasportda yana boshqa yozuv bo'ladi. Masalan, Karimova bir hujjatda Karimova, boshqasida Karimova yoki Karimova bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Elektron tizim buni bir odam deb tanimasligi mumkin. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi kabi asoslar saqlanishi kerak. 6-nozik masala ortiqcha to'lov. Bu ko'pchilikka yoqmaydigan, lekin juda muhim mavzu. Agar pensioner biror sabab bilan huquqi bo'lmagan to'lovni olgan bo'lsa, keyin davlat bu pulni qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, nogironlik muddati tugagan, lekin hujjat yangilanmagan davrda to'lov kelishda davom etgan yoki o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida bola o'qishni to'xtatgan, lekin oila bu haqda xabar bermagan. Keyin tekshiruvda aniqlansa, men bilmagan edim degan gap har doim ham yordam bermaydi. Chunki ko'p hollarda fuqaro o'z huquqiga ta'sir qiladigan o'zgarishlarni xabar qilishi kerak. 7-nozik masala firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Talablar o'zgaradi. Odamlar xavotirga tushadi. Shunda firibgarlar paydo bo'ladi. Ular pensiyangiz to'xtab qolmasligi uchun pul o'tkazing. Hujjatingizni men tezlashtirib beraman. Karta raqamingizni va SSMS kodini ayting deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Men qat'iy aytaman, hech kimga bank kartangizning PIN kodini, SMS kodini, ilovaga kirish parolini bermang. Pensiya masalasi bo'yicha rasmiy idoraga boring. Rasmiy telefonlarga murojaat qiling, bankning o'z filialiga kiring. Telegramdagi noma'lum odamga hujjat yuborib pul o'tkazib qo'ymang. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Men sizga aniq bosqichlarda tushuntiraman. Birinchi qadam shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport amal qilish muddati, familiya va ism yozilishi, tug'ilgan sana, JSSH raqami, yashash manzili to'g'ri ekanini ko'ring. Agar hujjat muddati yaqin orada tugasa, uni oxirgi kunga qoldirmang. Pensiya tizimida eski pasport ma'lumotlari qolgan bo'lsa, yangilash uchun murojaat qiling. Ikkinchi qadam bank kartangizni tekshiring. Kartaning muddati qachon tugaydi? SMS xabarnoma qaysi raqamga ulangan? Karta bloklanmaganmi? Bank ilovasiga kirish imkoniyati bormi? Shularni aniqlang. Agar pensionerning o'zi telefon ishlatmasa, ishonchli farzandi yoki yaqin qarindoshi yordam bersin. Lekin karta xavfsizligi saqlansin. Eng yaxshi yo'l bankka pensionerning o'zi bilan borib, ma'lumotlarni qonuniy yangilash. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi yoki tegishli davlat xizmatlari markazi orqali ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Mening pensiya ishimda telefon raqami to'g'rimi? Pasport ma'lumotim yangimi? Yashash manzilim mosmi? Qo'shimcha hujjat talab qilinmayaptimi deb so'rang. Agar elektron xizmatlardan foydalana olsangiz, shaxsiy kabinet orqali ham tekshirish mumkin. Lekin yoshi katta insonlar uchun eng sodda yo'l yaqin qarindoshi bilan borib rasmiy xodimdan izoh olish. 4-qadam. Pensiya turiga qarab hujjatlarni alohida yig'ing. Yoshga doir pensiya olayotganlar uchun pasport yoki ID karta, bank rekvizitlari, mehnat daftarchasi va arxiv hujjatlari muhim. Nogironlik bo'yicha oluvchilar uchun tibbiy xulosa, nogironlik guruhi belgilangan hujjat, qayta ko'rik sanasi muhim. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi uchun tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish ma'lumotnomasi, oila tarkibi. Vasiylik yoki homiylik hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Chet elda yurganlar uchun ishonchnoma, tiriklikni tasdiqlash,
konsullik yoki notarial hujjatlar talab qilinishi mumkin. 5-qadam. Hujjatlarning nusxasini tayyorlab qo'ying. Men har doim shuni maslahat beraman. Bitta papka qiling. Papkaga ID karta nusxasi, bank kartasi rekvizitlari, pensiya daftarchasi yoki pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot. Mehnat daftarchasi nusxasi, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, nogironlik hujjati, ishonchnoma, arxiv ma'lumotnomalari joylang. Hujjatlarning asl nusxasini alohida saqlang. Nusxasini esa zaruratda topshirish uchun tayyor tuting. 6-qadam. Telefon raqamingizni yangilang. Juda ko'p muammo aynan shu joydan chiqadi. Raqam eski, sim karta boshqa odam nomida telefon yo'qolgan SMS kelmaydi. Keyin xabarnoma yetib bormaydi. Pensiya organi bank va davlat xizmatlari tizimidagi telefon raqami ishlaydigan, doim nazorat qilinadigan raqam bo'lishi kerak. Agar pensioner telefon ishlatmasa, yaqin qarindosh raqami ko'rsatilishi mumkinmi yoki yo'qmi? Buni rasmiy tartibda aniqlang. 7-qadam. Har qanday o'zgarishni yashirmang. Pensioner vafot etsa, nogironlik muddati tugasa, o'qiyotgan farzand o'qishni to'xtatsa, yashash joyi o'zgarsa, chet elga uzoq muddat ketilsa, bank hisobida muammo bo'lsa, tegishli idoraga xabar bering. Buni aytish yoqimsiz tuyulishi mumkin, lekin keyinchalik ortiqcha to'lov. Qarzdorlik va sudlashuvdan ko'ra vaqtida xabar berish ancha oson. 8-qadam. Ariza yozishni bilib oling. Agar pensiya to'xtab qolsa yoki kechiksa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Rasmiy ariza yozing. Arizada familiya, ism, otasining ismi, JSHSIR, yashash manzil, telefon raqami, pensiya turi, muammo sanasi va talabingiz aniq yoziladi. Masalan, 2026 yil avgust oyi uchun pensiya to'lovim kelmadi. Sababini tushuntirib berishingizni va to'lovni tiklash bo'yicha yozma javob berishingizni so'rayman. Arizani topshirganingizda kirim raqamini oling yoki elektron yuborsangiz tasdiqni saqlang. 9-qadam. Qarindoshlar mas'uliyatni bo'lishib olsin. Oilada yoshi katta pensioner bo'lsa, hamma ishni uning o'ziga tashlab qo'ymang. Bir kishi bank masalasini, bir kishi hujjatlar papkasini, bir kishi telefon va xabarnomalarni nazorat qilsin. Lekin bu yordam pensionerning roziligi va qonuniy tartib asosida bo'lishi kerak. Karta kodini bilib olib, pensioner nomidan hamma ishni yashirin qilish to'g'ri emas. 10-qadam. Rasmiy manbalarni kuzating. Ijtimoiy tarmoqlarda turli mish-mishlar ko'p bo'ladi. Kimdir hammaning pensiyasi to'xtaydi dedi. Kimdir yangi hujjat topshirmagan odam pul olmaydi deydi. Yana kimdir faqat falon toifadagilar oladi deydi. Men ekspert sifatida aytaman. Bunday xabarlarga darhol ishonmang. Pensiya bo'yicha rasmiy qaror, hukumat hujjati, vazirlik yoki pensiya jamg'armasi izohi. Davlat xizmatlari markazi ma'lumoti asos bo'ladi. Agar shubha bo'lsa, rasmiy idoraga murojaat qiling. Endi ko'pchilikning savoliga javob beraman. Kimlar ortiqcha xavotir olmasa bo'ladi. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, ID kartangiz amalda bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, tirikligingiz va yashash ma'lumotlaringiz tizimlarda aniq ko'rinsa, sizda odatda katta muammo bo'lmasligi kerak. Lekin xavotir yo'q degani hech narsa tekshirmayman degani emas. Hozirgi davrda eng to'g'ri yo'l oldindan tekshirish. Kimlar albatta harakat qilishi kerak. Nogironlik muddati yaqin tugaydiganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar, o'rinda ko'rish yoshdan oshgan o'quvchi yoki talaba farzandi borlar, chet elga ketgan pensionerlar, ishonchnoma orqali pensiya oldirayotganlar, pasport yoki ID kartasini yaqinda almashtirganlar, familiyasi o'zgarganlar, bank kartasi muddati tugayotganlar, pensiyasi oldin ham kechikkan yoki qayta hisoblashda muammoga duch kelganlar. Mana shu toifalar hozirdan harakat qilsa, 2026 yil 11 iyul atrofida ortiqcha yugur bo'lmaydi. Yana bir muhim gap, pensiya masalasida vaqt juda muhim. Bugun bitta ma'lumotnomani olish 10 daqiqa bo'lishi mumkin. Lekin hamma bir vaqtda yugursa, navbatlar paydo bo'ladi. Bugun bank kartasini yangilash oson, lekin muddati tugagan oyda hamma shoshsa, pensioner bir necha kun pulsiz qolishi mumkin. Bugun arxiv hujjatini izlashni boshlasangiz, topishga vaqt bo'ladi. Ertaga pensiya to'xtaganda boshlasangiz, asab vaqt va pul ketadi. Xulosa qilib aytaman. 2026 yil 11 iyuldan pensionerlar uchun yangi talablar yoki kuchaytirilgan tekshiruvlar mavzusi har bir oilaga tegishli. Bu vahima qilish uchun emas, tayyor turish uchun kerak. Eng asosiy vazifa. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Bank kartangizni tekshiring.
telefon raqamingizni yangilang. Pensiya turiga qarab kerakli ma'lumotnomalarni tayyorlang va rasmiy xabarlarga e'tibor bering. Kimning hujjati joyida bo'lsa, kim o'zgarishlarni yashirmasa, kim vaqtida murojaat qilsa, muammo olsa, odatda eng kam muammo bilan o'tadi. Men sizlardan so'rayman, oilangizda pensioner tayyormi? Bank kartasi va telefon raqami yangimi? Shu haqda izohlarda yozib qoldiring. Balki sizning savolingiz boshqa minglab odamlar uchun ham foydali bo'lar. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi yoshi katta insonlarga yuboring. Chunki bitta vaqtida ko'rilgan ma'lumot ertaga katta muammoning oldini olishi mumkin.